Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli yaqinlar. Sizlarga yaxshi narsa, yaxshi taklif. O'zimizda ovozgina bor bo'lgan narsani sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'p, qo'lingizda pulinglar bor, iPhone olgani bozorga keldinglar. Bozorga vashita telefon olmoqchisizlar. Shoshmanglar, ko'pchilik shoshib qo'yadi. O'zimizda ham bo'lgan, o'sha klientlar bilan ham bo'ladi. Shoshmanglar. Telefonni oldinglar, sotuvchi sizga misol uchun ko'chadan, OLXdan bu yerda qanaqa olmoqchisizlar, qo'lingizga olinglar. Bemalol, xotirjam, chunki siz falon pulga telefon olyapsiz, o'zingiz pulingizga, o'qishda ishlataman, ishimga ishlataman yoki mana shu telefon orqali pul topaman degan maqsadda, ko'rdingmi, qanaqa maqsad olmoqchisiz pulga, o'zingiz pulingizga. Shoshmang. Birinchi o'rinda ko'radigan narsangiz, просто qo'lingizga olganingizda korpusiga ahamiyat bering. Chaqa-chuqa, qanaqa udar yegan yo narsalarga e'tibor bering. Birinchi o'rinda oddiy, просто hamma qila oladigan ish shu, birinchi qiladigan ish shu. Qarang, hamma narsa sizni joyida turibdimi, yo'q. Xo'p, ikkinchi keladigan narsa, olasiz, ekranni yoqamiz. Buni eslab qolinglar, просто telefonni oldingiz, ko'ryapsiz. Yo'q surib ko'rasiz. Misol uchun просто yo'q ko'rsangiz, qayerda displeyda ошибкасы bo'lsa, pikseli bo'lsa, yo alishgan joy bo'lsa, ekrani Xitoy bo'lsa, yo gnat qiladigan bo'lsa, mana shu narsa qolib ketib qoladi. Bunda hozir hammasi joyida, mana ko'ryapsizlar. Hech qayerda qolib ketmayapti, hammasi joyida. Buni ko'rdik. Xo'p, настройкаga kiramiz. Agar ichida sim kartasi bo'lsa, internetdan yoqib qo'yinglar. Ko'rinadi. Shunda mana bu yerda uchetniy zapis Apple deb turibdi. Bu sotuvdagi telefon bo'lgani uchun buni ichida hech qanaqa iCloud yo'q, tozalab qo'yganmiz. Atay OLX orqali yoki kimdandir olmoqchi bo'lsangiz, bu yerda uni ism familiyasi turgan bo'lishi mumkin. O'sha paytda siz unga talab qilishingiz kerak, что mana uchetniy zapis Apple, ya'ni o'zining iClouddan chiqib ketishi kerak. Bu iCloud bor degani sizning telefoningiz emas degani. Xo'p, ikkinchi qiladigan ishingiz основныйga kiramiz. Bizga rus tili qulay bo'lgani uchun o'ziga kerakligini tanlash kerak. Menga rus tili qulay. Xo'p, bitta устройствоga kiramiz. Bu yerda nazmi, imya qanaqa, uni versiyasi, nomi, mana yerda M bilan harf bilan boshlanib turibdi. Bu degani bu telefon korobkadan ochilgan, ishlatilgan, restavratsiya emas degani. Xo'p, oxirida KH bu degani Koreya regioniga tegishli degani. Telefonni Koreya regioniga tegishli degani. Xo'p, история детали обслужения. Xo'p, bunga kiramiz. Bu akkumulyator servisini обслужения. Bu degani bu yerda hech qanaqa detal alishtirilmagan. Просто saksondan tushganligi uchun Apple sizga ogohlantirish beryapti. Saksondan tushgan yo'qsing, batareyani almashtirsang bo'ladi. Bu almashtirish tez bo'ladi, qachonki ishonchli usta bo'lsa, originaliga. Yomon batareyga qo'yib qo'ysangiz, iOS uni qabul qilmasdan telefoningiz ishlashni gnat qilish mumkin. Keyin yana muhim jihatı kamera. Chunki iPhonening kamerasi uchun olinadi ko'pincha. Xo'p, bu yerda kamerasini u yoqga to'g'rilab, o'zingizga fokuslarni o'zgartiring. Mana yerda X'larni, zoomlarni tekshiring. Shu narsalarni tekshirib ko'rasiz. Videoga olib ko'ring, zapis qiling, keyin ovozini eshitib ko'ring, uxalari qanaqa. Xo'p, настройкада tekshiradigan narsalar shu. Xo'p, buni hozir sizga 80 dan tushgani uchun ko'rsatilgan narsani, hozir sizga 80 dan baland bo'lgan yo'nqisda qanaqa chiqishini ko'rsatib beraman. Bu 13 mini modelimizda yo'nqis 80 dan tushgani uchun servisni obслужение, batareyka almashtir degan SMS chiqqan, batareykasi alishmagan. Hozir sizlarga o'sha detal alishgan, lekin yo'nqis balandroq telefonda ko'rsatib beraman. Bu yerda mana bunda ko'ramiz. Xo'p, ekranni yoqamiz, настройкаga kiramiz, основныйga o'tamiz. Xo'p, obeta устройствоga kiramiz. Birinchisi, agar inglizcha bo'ladigan bo'lsa, bu rasmlardan qarasangiz ham bo'ladi. Просто настройка belgisi turibdi, kirasiz. Birinchisiga bosasiz. Xo'p, mana bu yerda oddiy narsalar, история деталь обслужения. Kirsangiz mana bu displey nezavisini. Bunda displey alishgan. Bu ekran 13 Pro Max modelida displey alishganligi uchun displey haqida alishganligi haqida SMS turibdi. Boya batareyka SMS turadi, batareyka alishganligi haqida emas. Bu yo'nqis pastroqligi uchun mana bu yo'nqisini ko'rsangiz, buni yo'nqisi 85. 80 dan baland bo'lgani uchun bu SMS bunda yo'q. Xo'p, ko'rsanglar bo'ladi, ya'ni tekshirsanglar bo'ladi. Ishonchli. Bu telefon olsanglar bu degani yomon degani emas. Yangi olishga pulingiz yetmayaptimi? Busini olsanglar bo'ladi. Buni ishonchli odamdan olinglar, tanishing. Misol uchun bizdan olinglar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p. Buni garantiyalari bor. Alishgan joylari bor. Ko'rsatish uchun anaqa qilingan. Muhimi, ishonchli odamdan olsanglar, ertaga sizlarning xizmatinglarni qiladi. Pulinglarga olib turib yerdan alishgan yo garantiyasi yo'q telefon olib qo'ysanglar, pulinglarga kuyasizlar. Garantiyasi bo'lmasa sotuvchi tan olmaydi. Shunaqa narsa.
tanlashda o'sha videoni ko'rib olsanglar bo'ladi. Misol uchun qayerga qarashga. Shu muhimi shoshmanglar. Shoshmasanglar o'zi sekin telefonga qarab tursanglar o'zi kalanglarga keladi. Qaytadan ko'rish kerak. Просто shoshib qo'ymanglar bo'ldi. Sog' bo'linglar.